Hammaga assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan Urganch shahrida eng zo'r hovli-joyni obzorini qilib beramiz. Like'larni bosib kuzatinglar do'stlar. Yo'qotgan vaqtingizni arziydi. Yaqinlarga ulashib qo'yinglar. 100% pishgan karushdan qurilgan joy bo'ladi. Quvvatlatib birinchi etaj ham ikkinchi etaj ham plita bilan bosilingan. Ham yeri железобетон bilan ishlangan avtorskiy proyekt. Tashkentskiy loyihada zo'r remont etib 100% под ключ holatda sotib qo'yildi. Do'stlar, lokatsiyamiz Gullan yo'li, ya'ni eski mashin bozordan o'tib kelsangizlar, do'stlar, shu ko'chadan kirib kelasizlar, 60 metrlik keng ko'cha keladi. Zapravkadan o'tgandan keyin shu joyimiz bo'ladi. Bu yerda ikki joy отдельно qurilgan, devorlar ham отдельно, o'rtaga утепление, izolyatsiya ham tashalgan bo'ladi. Tam qismini ham ko'rib turibsizlar, hozirgi kunda eng последний moda, eng sifatli materiallardan foydalanilgan, fasadlar ham zo'r ishlangan. Hozir birga ko'ramiz, like'larni bosinglar, ichkari qismini qo'ldan kelgancha obzor qilib beramiz. Fasad qismini ham dizayn ishlatilgan bu joyda, polностью ham yeri avtorskiy dizaynda do'stlar. Kamera kuzatuv tizimlari ham bor. Nashnoy buralarni ham tashab qo'yibdi, ko'rishingiz mumkin. Dapa qismlari mana alifonlardan shifrlar ham под zakaz olingan hamma narsa do'stlar. Avtomat darvozalar oldinda ko'rishingiz mumkin. Kafelar ham do'shab qo'yibdilar, mramorlardan ishlangan, yubkalari, erchalar ham ekib qo'yibdilar. Joyimizni kelib ko'rish tavsiya qilaman. Yurtdoshlar, yaqinlarga ulashinglar. Bismillah deb ichkari qismini tanishamiz. Domofonlar bizani kutib oladi, ichkaridan ochish kerak bo'ladi. Yurtdoshlar, joyimiz Euro dizaynda, mashallah. Hammaga shuning Alloh taolo chiroyli joylarni nasib etsin. Bu yerda traplar ham tashaqallar. Yurtdoshlar, avtomat darvozalarimiz alohida tema, eng sifatlisi, eng quvvatlisi. Bu yerda tambur qismining ustida balkonlari. Svetlarni ko'rishingiz mumkin. Gishki endi bir yarki fasadini ko'rsangizlar, gishda уже qarong'ida bu boshqacha bir bag'ringizdan chiqadi. Bu yerda uklon bilan zo'r etib, hamma narsasini kачественный ishlangan joy. Devorlardan dekorativniy vostochniy dizaynda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ramkalar, fasadda alohida mehr berilgan, ichkari qismini hozir ko'rasizlar. Dim zo'r. Hali bunday joy sotuvga chiqmagan do'stlar, 100% pishgan karushdan, ham yeri железобетон quyma, zo'r joy. Endi eshiklari o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Eng sifatli kачественный eshiklardan qo'yilgan. Bu yerda уже shaflankalari ham pulay olma xullas. Bismillah. Girish qismimizda biz уже tushunishib boraveramiz. Girgerimizda oyoq ostimizda sifatli qimmatbaho kafelardan do'shab qo'yibdilar yurtdoshlar. Girgandan chap tomonimizda bizani prixожий zona, prixожий mebelimiz, ichida освещениялari bilan, do'stlar, ko'rishingiz mumkin. O'chada движение датчики bor. Yakas kiyimlarni qo'yib, kuyishlarni qo'yib, bismillah deb xonadoningizga kirib kelaverasizlar. Bu yerda hozir oldimizda ubordkasi qilib topshirildi. Rakovinalarimiz, в общем, ko'ringlar, rakovinamiz alohida tema. Suv, svet, gazdan muammongiz yo'q bo'lsa, hozirgi kunda eng aynasi yopishtirib beriladi ekan. Eng последний modada hozir guvohi bo'lasizlar. Bu yerdan yetarli. Ya'ni bu yerda hozir bir narsaga to'xtalib o'taylik do'stlar. Avtomatlar Euro sxemada, montajlari Euro sxemada deb aytamiz. Endi blogerlar, maklerlar, lekin bu narsa чистый отдельный tortilgan. Joyimizda pul olmagan. Inshaalloh guvohi bo'lasizlar. Kuzatish davom etinglar. Bu yerda ham sensor datchik освещениялар bor. Endi faqat daqilmagan ekan, daqib beriladi. Girishingiz mumkin do'stlar. Bag'ringizdan ochadigan joy. Bu yerga o'tadigan bo'lsak, bu yerni oshxona, раскладной, стеклянный ochiladigan etib qo'yibdilar. Bu yerda davan qismimiz bo'ladi. Yurtdoshlar, ko'ringlar. Ramka uslubidan foydalanilgan, girish qismida zo'r, как положено etilgan. Yashiman deb endi bir o'zi yan tomonida, yan boshindagi joy alohida solingan, to'shni shuni naborot tushgan proyekti o'zini g'oyasini. Yurtdoshlar, Atachentodan chiqib turibdi devorlarimiz. Atachento qilingan. Dizayni, patologlarni high-tech uslubida qilingan, katta lyustralarimiz ko'rishingiz mumkin. Endi bu yerda ochmasak bo'lmaydi. Bu domofonimizniki, ya'ni ko'chada aytib o'tdik, bu domofonimiz ya'ni ko'chani ochib beradi bizga. Dim yengil ochib beklanadi ekan, yurtdoshlar. Bu tomon gelinbiylarimiz uchun kuxnya bo'ladi. Yurtdoshlar, dapatalka qilib, chiroylatib qo'yibdilar. Shuning mehmonlarni kutib olasizlar. Bu yerda ochiladi oynalari, ko'rishingiz mumkin, panoramniy, zo'r dizaynda ishlangan bu. Endi bismillah deb kuxnya o'tamiz. Kuxnyaga kelib olsak, yurtdoshlar, kengligi o'zi alohida tema.
Dizayni вообще açıp turibdi uyimizni. Lyustralari ko'rishingiz mumkin yurtdoshlar. Endi bu laminatimiz qalinligi, pochak deydim qalinligidan ishlangan. Uyimizni montajlar ham misdan ishlangan bo'ladi. Tufta simlardan emas. Tak, mebellarimizni tushundingizlar, eng yaxshisi qimmat ishlangan. Fartuklarimiz alohida tema. Bu yerda yana gaz plitamiz 5 ko'zli. Bu yerda esa sensorli datchik bilan vычishkamiz zo'r. Посудомойщик, do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Tushunish baravaramiz. Bu yerda blender, sokajmalka, мясорубка ishlatish uchun rozetkalar hamma narsa dizaynerskiy ishlangan. Pechkalarimiz adonba, bu pechka bir narsa pishirsangizlar, sharoit maksimalniy darajada yurtdoshlar, kelishsangizlar pulini xolodilnikka, yana bu yerda yana narsalar ham qo'yib beradilar. Pulini kelishsangizlar. Mikrovolnovka pechkalar ham hisob kitob etilgan. Bu yerda bu eshikimiz nima desangizlar yurtdoshlar, bu eshikimiz kuxnyaga bu yandan giradigan bir raskladnoy beklansa, bundan giradigan eshikimiz. Bu yerda yana beram bir eshik narsa beklanadigan obshivkasi qo'yib beriladi. Kontrolkalarimiz теплый polnikina. Boshqa bir joylarda plastmasdan ishlatadilar, masalan, железный. В общем, gap topolmaysizlar, xudo xolasa kelsangizlar do'stlar. Ming. Yorug'lik tushishi uyimizni har tomonlama hisob kitob etilgan. Ming. Lestnitsamiz quyma. Zo'r. Prixожий zona ham keng, do'stlar. Endi bu yerda spalnya bilan tanishamiz. Eshiklarni aytdim, minor eshiklar. Eng qimmat ham shu, eng zo'r ham shu do'stlar. Balandligina gap yo'q. Joyimizni yurtdoshlarga minimalizmga e'tibor bergan bo'lsangizlar, svetlar minimalizm foydalanilgan. Endi dizayner ishlatilsa, shunday bo'ladi. Professionalniy. Kvadratni tushgan xonadonimizning birinchi etajdagi spalnisi, любой svet jihozingiz, gilamingiz, pardangiz tushib turaveradi ochib. Alohida tema. Lyustralarimiz ham qimmatindan pult bilan boshqariladi. Podokонник, isitish tizimlari. Aynan ko'rishingiz mumkin, yevropeyskiy uslubda ana qilingan. Oyoq ostimizda teplый pol ham bor, ne deysizlar? Дополнительный registrlar ham bor. Rozetkalarni ko'ringlar, hisob kitob olingan bo'ladi. Sanuzel o'tamiz. Zal bizani kutib turibdi bu yerda. Videomizni o'tirmasdan kuzatinglar. Inang, katta sanuzel. Kombinatsiya qilingan high-tech uslubidan foydalanilgan oyoq ostimiz divolnini ko'rishingiz mumkin. Buning dizaynda bu yerda yana suvni isitish qozonlarimiz, Ariston, unitazimiz, rakovinamiz, polkalari, aynalari bilan bu yerda dushovой kabina, полотенце сушитель, вешалкаларdan domba, patologlardan mehr berilgan yurtdoshlar ko'rishingiz mumkin. Дальше kuzatamiz. Oyoq ostimiz теплый pol. Смесителlar ham zo'r. Bu yerda traplar uklon bilan ishlangan. Xudo xolasa bir yaxshi insonlar nasib etki, arzu havasda o'tirganlar, niyat etganlar layqlarni bosib beringlar. Diyorlar, atachento, ko'rishingiz mumkin, zo'r ishlangan. Ustalar ham rahmat aytganimdek, baholab qo'yinglar mehnatlarini. Shunday xonadonning birinchi etajdagi zalni qarang. Yurtdoshlar, zalning kengligi to'y berganingizda bir tashkillarda, bu yerni o'zi bilasizlar. Bu yerdan yana birala shuni yonib turadi, do'stlar. Nasib etki, maşallah. Patologlardan, high-tech uslubundan diyorlarımız ramka, svetlarni, ranglarni açık svetlardan foydalanilgan. Aynalarni ko'rib turibsiz. 2 ayna tashalgan, registrlar ostida podokонниклari qimmatbaho, eng sifatli ramlardan bo'ladi. Yurtdoshlar, joyimiz keng, baland, zalni balandligini eshik ustidan ham ko'rinib turibdi. Katta lyustralar. Patologlar ham figuralar berilib, atachento aytilgan. Xudo xolasa, bu yerdan konditsioner tochkalari ham bor. Umuman gap yo'q. Bordyorlar ham zo'r ishlangan. Endi yurtdoshlar sizlar bilan birinchi etajni tanishdik, ikkinchi etajga chiqamiz. Ko'rib turganlaringizdek, bu yerlar ham kombinatsiyalar qilingan. Bu yerni ko'rsatib o'tmadim. Hozir tushunishib olamiz. Aytganimdek, havo girib, bir nur tushib, xonaga yorug'lik uchun tashaladi meni. Kuxnya ham aynasi bu yerga qaragan. Xudo xolasa savdosini qilamiz. Dastroshni sotiladigan joy, men aytib o'tayim, sroshni sotiladi. Bunday joylar bu yerdan lyustralar, bu yerdan lyustra, bu yerdan lyustra. Quyma lestnitsa, obshivka MDF qilingan, bu yerda yana perelolari zo'r, vokруг chiroylatib, aylantirib berilgan bo'ladi. Ikkinchi etajga chiqamiz. Do'stlar, bismillah.
İkinci etaja çıksak, injinin balkonumuz da bir yerde. Ben de katta zal. Yine bu. Lestnitsani görüp turibsizlar. Aluvchilarga nasib etsin. Ilohim yaxshi kunlarga buyursin. Baxtli hayot kechirsinlar. Shundan bir ajoyib minora eshiklarni o'rnatib qo'yibdilar. Kattaligini ko'rib turibsiz. Bu ham raskladni ochiladi ekan. Oynalar steklanli. Giramiz eshik inteklarida zazur Euro stilda, ya'ni gilamni splashnoy döşəmisizlar. Endi döşəgan taqdirda dürtülüb o'tirmaydi. Zal, yurtdoshlar, zalda yana ikkili oyna. Bu yerda ko'rib turganlaringizdek, dizayni neoklasika bilan high-tech etilgan ekan. Patologlarga ham e'tibor bering do'stlar. Kenglikine gap yo'q. Zalmisan zal, ikki lyustrani ham zo'rindan tashab qo'yib turgan. Do'stlar, eshikni endi icharidan beklab ko'rsating. Eng qimmat eshik lahi do'stlar. Shunday sifatli o'zimga deb setsangizlar ham bundan ortiq bo'lmaydi joy. Дальше kuzatishni davom eting. Bu yerda biralari dekorativni ishlangan neoklasika uslubdagi dizayni joyimizni cho'plab olinmayotgan registrlar. Xudo xolasa sizlar bilan xonani o'tamiz. Balkondan haqida tushiraman. Spalnya bu yerda. Do'stlar, spalyaning kattaligini ko'ringlar. Spalnyamizda sanuzelimiz ham bo'ladi bu yerda bizga. Yurtdoshlar, yine bu yerda sanuzel. В общем, bu yerda minimalizm, zo'r svet tanlangan, ikki oyna registrlarning ko'pligini ko'ribsiz. Bu ayolmagan. Lustra zo'rindan tanlangan. Endi bu joyimizda yashab berish kerak xolos. Haz etib, mazalatib yashash kerak bo'lgan hamma narsalar cho'talangan. Rozetkalar aytganimdek zo'r dizaynda ishlangan sxemada. Spalnyani sanuzel. Bundan katta spalnya doğrusu hali hovli joylarda uchratmadik. Haqiqatni aytib o'tgan yaxshi. Tak, kombinatsiyalar qilingan dushovoy kabinamiz ham o'zini dizayni sifati bilan tartadi. Rakovinamiz bu yerdan oynalar, tartmalari, unitaz veshilkasi, do'stlar, oyoq ostimiz teplый pol. Gap yo'q, patologlarni ham ishlab qo'ydilar bu yerni. Xudo xolasa, kelinglar, ko'ringlar bu joyimizni. Endi yana birsi. Neyimiz? Sanuzelimiz. Bu itishga tuttu yo'lab vannasi, beranasini qistirib beradilar. Unitazi, rakovinasi, veshilkalari, o'shangiz mumkin beram chiroyli kombinatsiya qilingan teplый pol, patologlar ham ishlab qo'ydi. Zo'r. Gap topolmaysizlar. Yine bu spalnyasi yana bir. Bu yerdan kvadratni olib qo'ydilar. Spalnya gap yo'q. Patologlar ham cho'tki dizaynda ishlangan. Bu yerda bir mazali narsani ko'rsatib o'taysiz size. Obunachilarimiz ilohim Alloh taolo kamida shunday joylarni nasib etsin. Ventilatsiyasi bor. Böyle katta spalnyani tashab qo'ysangizlar, shkaf yana sig'adi. Polniy Euro dizaynda. Podokонниклар ham yurtdoshlar oynalar pastda o'rnatilgan. Расчет qilingan hamma narsa. Nimalarni o'ylab topishmaydi deydi-ku. Joy chiqmadi deb turibdi mana ishoninglar. Kelsangizlar sizlar bilan ham gaplashib beradigan joy. Olmani deydi, to'g'ri so'zlashadi sizlar bilan. Shunday joyni. Alloh nasib etsin. Alloh nasib etsin. Bizlar ham yine patologda освещениyalar, keng balkon. Chiqib o'tirmayman. Yaxshi, bir adım atamiz do'stlar sizlar uchun. Bismillah. Yine. Tepedən görünüşü bu tomondan. Joyni. Bu aram quyma kolonnalari, balasina. Aytganimdek, tam qismına chiqish xotlari ikkinchi etajdan plita bilan bosirilgan. Birinchi etajdan plita bilan bosirilgan.
Zo'r joy, ilohim Alloh taolo hammaga nasib etsin deyman. Bizani kuzatib o'tirgan, shu quruvchini bir mehnatini baholab o'tirganlar, kommentariyada yaxshi fikr bildirib o'tirganlar, ilohim Alloh taolo hammangizga shunday bir fayzli, sifatli, zo'r joylarni nasib etsin. Alloh taolo yangi yillarni hammaga muborak qilsin. Xayrli qilsin, uyli, joyli bo'lsinlar. Uy olaman deb yurgan orzu istakdagi yurtdoshlarimizni murod maqsadlaridan yetirsin. Videomizni yakunida aytib o'taylik, joyimizning bahosi ekranda yozildi, kvadrat metri. Lokatsiyamiz eski mashin bozordan o'tasizlar, Ziyat Optumdan keyingi zapravkadan keyingi yo'ldan kirib kelsangizlar, chap qo'lda 3-midi, 2-ko'chadan kirib keldik. Zo'r joy, olinglar, fayzli xonadon nasib etsin. Omon bo'ling. Keyingi videoklarimizda ko'rishguncha xayr yurtdoshlar. Salomat bo'ling. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.